Toshkentdan Rossiya shaharlariga uchmoqchi bo'layotganlar, assalomu alaykum. Bugungi videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, tezkor aviyada Abdulla akam bilan birgalikda Xudo xolasa 8 ta shahriga 8 ta reyslarimiz to'g'risida narxlari barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoda boshidan eng asosiy ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, borish hamda qaytish biletlarida ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol onlayn rasmiylashtirsalaring bo'ladi. Bitta qizil pasportlaringni tashlab berasizlar, biletlar yozib berishadi. Undan keyin karta raqamlariga to'lovlarni amalga oshirib bersalaring bo'ladi. Bundan tashqari butun dunyo bo'yicha barcha arzon biletlar bizning kanalimizda bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yib, kuzatib borishdan to'xtamanglar. Assalomu alaykum Abdulla aka. Alaykum assalom. Abdulla aka, endi shu aytib o'tgan 8 ta shahrimizga biletlar narxlari bo'yicha bir ma'lumot bersangiz aka. Xo'p, Toshkentdan Vnukovaga 2.820.000 bagajlisi, 2.600.000 bez bagaj. Toshkentdan Piterga 3.920.000 bagajlisi, 3.650.000 bez bagaji. Xo'p, Toshkentdan Kazanga 2.980.000 bagajlisi, 2.700.000 bez bagaji. Toshkentdan Mineralnivadagi 3.600.000 bagajli, 3.300.000 bez bagaji. Xo'p, Toshkentdan Novosibirga 3.200.000 bagajlisi, 2.950.000 bez bagaji. Toshkentdan Domodedovoga 3.100.000 bagajli, 2.830.000 bez bagaji. Toshkentdan Irkutskga 3.450.000 bagajlisi, 3.240.000 bez bagaji. Toshkentdan Samaraga 2.700.000 bagajli, 2.500.000 bez bagaji. Xudo xolasa akalar, mana shu narxlar endi videoda qachon ko'ryapsizlar, qaysi sanada ko'ryapsizlar, kun o'tgan sari narxlar tushishi yoki da oshishi mumkin. O'shaning uchun bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, Abdulla akamga bog'lansalaring, sizlarga o'sha kunga, o'sha sanadagi arzon narxlarni albatta qilib beradilar. Bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi. Abdulla aka, ofisga kelmoqchi bo'lganlarga bitta manzilimizni tushuntiraylik. Farg'ona shahri Tojmahal ro'parasida joylashgan. Xudo xolasa kelsalaring, Abdulla akam o'zlari kutib olib yoki-da telefonda chiroyli qilib javob berib, hamma ma'lumotlarni beradilar. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar, hamda arzon narxdagi biletlarni qatdan topishni bilmayotganlarga videomizni yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.